Ko'pincha Express IELTS o'quv markazining afzalligi nima deb so'rashadi. Hozir bu savolga javob bermoqchiman. Birinchi navbatda uzoq yillik tajriba, ya'ni 18 yil davomida bu faoliyat bilan shug'ullanayotganligimiz. Ikkinchidan bu xodimlar almashinuvi kuzatilmasligi, deyarli kuzatilmaydi. Ya'ni bir o'qituvchi ish boshladimi, ancha yillar davomida faoliyat yuritadi. Uchinchi navbatda biz o'z dasturimizga egamiz, ya'ni qanaqadir kitobga asoslanib qolgan o'qituvchilar emas, balki o'zining, ya'ni o'z dasturiga ega bo'lgan ustozlar dars o'tadi. To'rtinchidan bizda faqatgina o'qitish, ya'ni IELTS, ACT emas, balki ularni keyingi top universitetlarga yo'naltirish, hattoki viza bo'yicha ko'mak berish, ya'ni bitta joyda hamma faoliyat aks etgan. Va yana bitta ustunligimiz shuki, o'quvchilar soniga nisbatan yilda oxirida natijalar foizi yuqoriligi. Ya'ni bu bo'yicha men o'ylayman, deyarli har qanday o'quv markazi bilan bellasha olamiz. Va nafaqat IELTS, ACT, ACC, balki ularni top universitetga kirganligi va viza olganligi, barcha natijani siz bitta joyda topishingiz mumkin. Yuqorida aytgan xizmatlar va takliflar bo'yicha, yutuqlarimiz bo'yicha siz O'zbekiston Respublikasida bironta bir o'quv markazini bizga raqobatchi deb bilasizmi? Agar bilsangiz, kommentariyada yozib qoldiring.